Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga mashinaga tunuka qo'nishlarni qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Taypoq qishlog'ida qilib beryapmiz. Mana shu ko'rib turgan xonadonlaringda 56 million so'mga barcha xarajat ichida tunuka qo'nishlarni qilib beryapmiz. Mana shunaqangi oppoq rangda arkafon fasonda qilib beryapmiz qadrdonlar. Bu ayvonimizda 13 metrga 4 metr ayvonimiz. Mana shu holatda biz qazib berdik. Bu ayvonimiz 17 metrga 370 ayvonimizda mana shunaqangi arkafon fasonda qilib berganmiz. 1 kvadrat metrini 135 ming so'mdan barcha xarajatlar ichida qilib beryapmiz. Xo'p, oldi qo'shlariga keladigan oldi qo'shlarini delali fasonda yana holatda qilib berdik. Tarnovlar qo'yib berganmiz. Tarnovlarimizni 1 metrini 60 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa ideal holatda chiqdi. Uy egasiga o'ta ma'qul. Kimgadir mana shunaqangi tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, usta Xurshidbek jamoasiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.